yurakni ko'chirishlik amaliyoti bor, operatsiyasi. Sovib turgan, o'lib turgan, qimirlamay turgan yurakni olib keladi jarroh, kerak joyiga o'rnatadi, tikadi, tokni bitta beradi, yurak ishlab ketadi. Yurakka shu xususiyatni kim berdi? Ash-Shafi bo'lgan Robbimiz. Agar shu yurakni shunaqa xususiyati bo'lmaganida yurak ko'chirishlik, yurak almashtirishlik degan operatsiyani esdan chiqarib qo'ysagan bo'laveradi. Robbimiz Ash-Shafi bo'lgan zot. Shuning uchun inson o'zini jasadi haqida, koinot haqida fikr qiladigan bo'lsa, albatta Alloh subhanahu va taoloni topadi. Har bitta mo'jiza Alloh taoloning qudratiga dalolat qiladi. Masalan, bir tabib aytganidek, bir qaraganda insonning jasadida kerak emas narsalar borga o'xshaydi. Masalan, insonning boldirning ichida tomir bo'lar ekan. Undan qon yurmas ekan, prosta tomir turar ekan. Bir qaraganda kerak emas narsaga o'xshaydi, lekin u tomir ayni mana shu insonni bir halokatga uchragan paytda tomirini ulashlik kerak bo'lsa, shunda ishlar ekan.